Hamasini jo'nat. Xo'p. Yalnız kuydirishibdi. Ha, kuyib ketdimi? Suvi yo'q. Qadimgi rasmlar, qadrli obunachilar. Ana jo'natyapsanmi? Video qilib YouTube kanalimizga qo'yib yuboraman. Ayshamiz video-ku o'sha. Bu qadimgi rasmlar bo'lib, mening buvamning buvasiga tegishli, atlashni buvamga tegishli. Xo'sh. Mana shu. Bu mening buvam bilan onam. Yo'q. Katta onam, to'g'rimi? Ha? Men o'rtog'im. Ha. Denovda, Termizda. Bu mislanma. Hozir buvamning o'zlari ta'rif beradilar. Xizmat qilgan. Bu kim? Kasallik bola. Armiyalik do'stingizmi? Do'stlarman. Bunisi ham armiyadagi do'stingiz. Sovet davrida xizmat qilganingiz shapkada ham bilinib turibdi. Bu siz. Keyingi rasmga o'tamiz. Xo'sh, keyingi rasm. Termizdagi qarindoshlarim. Termizdagi qarindoshlarim ekan. Xizmat qilgan ekanlar. Bu kim? Ular. Bu o'shada qarindoshlarim. Ha. Ko'rgan olsangiz, mana bu yerda sovetlarning yulduz belgisi turibdi. Yaxshilab qarasak. Hozir bu qadimgi rasm. Nechanchi yilda olingan bu? 74-yil. 1974-yil olingan ekan obunachilar. Bu ham juda qadimgi rasmlardan. Bu kam. Azamat bo'l dedi buvangga. Bu shuni dadasi. Ha. Bu mening buvam armiyada xizmat qilgan vaqtlarida. Keyingi qism bu armiyadagi do'stlar bilan yana bitta surat. Bu Armiyadan kelganimiz. Armiyadan kelganlardan ekan. Bular ham do'stingizmi? Ular qarindoshlarim. Ha. Bu shu og'aynim. Og'aynilari ekan. Bu Kamil ukam. Ukalari ekan. Bu o'zim. O'zlari. Bu shu qarindoshlarim. Qarindoshlari. Ana u kotonay mana. Qaysi? Mana bu onam. Tursun onam. Mana bu kenja otang. Surul aqasur. Kenja otang. Tursun onang. Mana bu man. Mana bu Kamil obang. Bu O'ktam ammang. Mana Sherqo'zi. Nechanchi yil olingan? Bu bilmagan 58-59-yil olingan. Juda qadimgi rasm ekan. Bu ham hozirgidan-da. Hozir ekan. Bu Tursun onam. Buvamning onalari ekan. Seni ko'taram. Buvam bilan o'rtoqlari. Xizmat. O'rtoqlari. Armiyadagi ayam. Bu mening ayam. Bu ham mening ayam. Ayam. Adashsam bu Muhsin tog'am to'g'rilarmi? Bular ham tog'am. Bu kampir kim ekan? Mening mamlakat onam-ku. Bu hamma qarindoshlar biz bo'lgan rasmiylar bo'lsa kerak. Bitta qahramonni eslatyapti. Menga multfilmlardagi. O'shada qahramon. Oliverga o'xshagan ekan o'sha davrda. Qani? Bu yaqinda olingan surat ekan-a? Sirdaryoda urug'larim qarindoshlar. Bu oldingi, juda qadimgi o'xshar ekan. Bu yubileydagi. Xira olingan ekan. Cho'milgan vaqtingiz. Bu ham o'sha rasm. Bu yig'ilgan vaqtingiz bo'lsa kerak. Ha. Xira tushgan ekan. Bu ham o'sha qovada dam olayotganimiz yo'qligidagi. Aylantirsa bo'lar ekan. Alloh unaqa narsani ko'rmagan ekan. Bu ham shu qovada dam olganimiz. Yo'qligidagi. Bu ana kenja otang. Tursun onam, Sherqo'zi, men, ammang, O'ktam uchalamiz. Bu 57-58-yil. Bu ayam o'xshar ekan. Rus qizlari bo'ladi-ku, kichkina multfilmlarda aytaqa taqvolar. Alisher bor, Alisher, o'rtog'im. Shuni onasi. Cho'loq ammang berdi-yu, san shu. Aydalganmiz-ku beri. O'shani cho'loq ammang o'rtog'i bo'ldi. Ana kenja otang. Faylasuflarga o'xshab, mana shunday faylasuflarga o'xshab, mana shunday turgan ekan sizlarda. 47-yilmi, 46-yilda rasm. Ikkinchi Yaponiya taslim bo'lgan yil ekanda, 47-yil bo'lsa. Bu ham o'sha. Va bizning videomiz tugadi. Xo'sh, qadrli obunachilar, sizlardan iltimos qilib like va podpiskani kutib qolamiz. Video tugadi. Endi